Tirgakdir siz yurgan yo'limda. Har bir ishda o'rnaksiz opa. Yaxshi kunda, yomon kunimda menga juda keraksiz opa. Alo, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bahor gullaridek go'zal Gulchehraxon opajonim. Sog'misiz, salomatmisiz? Kayfiyatlaringiz ham a'lomi? Rahmat. Salomat bo'ling. Hamisha biz sizni bezovta qilib qo'ymadikmi? Yo'q. Boringizga shukronalar. Avvalambor mana shunday muborak kunlar, qutlug' ayyomlar. Tavallud kuningiz qolaversa o'tgan 8-mart, ro'za-i Ramazon kunlarimiz sizga qutlug' bo'lsin. Rahmat. Hamisha Sizlar yaqinlar. sog' bo'linglar. Rahmat opajonim, hamisha yaqinlar ardog'ida, e'zozida bo'lib yuring. Sevilib Rahmat. yashang. Biz Telegram ijtimoiy tarmoqlarda o'z faoliyatini olib borayotgan Yaqin insonimga izhorim tabriklar loyihasidan sizni bezovta qilyapmiz. Loyiha boshlovchisi Feruza Bono bilan jonli muloqotda sizni tabriklab qo'yish maqsadida bizga bog'langan yaqin insonlaringiz borlar. Ular o'zlarining ajoyib tabriknomalarini, dildan chiqqan haqiqiy dil so'zlarini siz uchun qoldirganlar. Nima deb o'ylaysiz? Sizni sevib ardoqlab yurguvchi yaqiningiz kimlar bo'lishi mumkin? Endi bilmadim. Farzandlarimmi? O'kishi Yoki mening o'zimni joni jigar ukalarimdanmi? jigarlaringizdan. Mening sirdoshim, dildoshim, Ha. jannatdagi hamrohim deb Jigarim. atadilar sizni. Ha, jigarlarimdanmi? Kim bo'lishlari mumkin aynan? Endi bilmadim, singlimmi, ukammi? Singiljoningiz nechtalar? O'zi bitta singlim bu. Ismlarini ayta olasizmi? Gulruh. Mashallah, albatta. Sizni sevib ardoqlovchi mening sirdoshim, qalbimning yagona malikasi deya sizni ardoqlab yurguvchi singiljoningiz, mehriboningiz Gulruhxon va albatta u kishiga Katta hamrohlik rahmat. qilgan holda kuyovingiz Zahriddinjon nomlaridan ajoyib tabriknomalar bor. To'g'risi kutmagan edim. Go'zal singlingizni go'zal tabriknomalarini qabul qilib olasizmi? Rahmat. Rahmat sizga ham. Hurmatingiz, e'tiboringiz, ajratgan qimmatli vaqtingiz uchun. Assalomu alaykum Gulim Rayhonim. So'zlari shirin bolim, yuzlari to'lin oyim. Mohlardan-da mohlar oyim, go'zalim, gul chiroyim, mehribonim opajonim. Hayot tashvishlari, mashaqqatlari qaddini ega olmagan, mehnatdan qo'llari qadog'im opajonim. Men sizni ushbu muborak kun, go'zal ayyom, tavallud ayyomingiz opajon 18 yoshingiz bilan tabriklayman. Bir yurak ostida yaralganim, bir ota uyida ulg'ayganim, siymolari onajonim. Ushbu go'zal kunlar sizga qutlug' bo'lsin. Gullarimning sarasi, atirgulimning a'losi, ilohim dunyo turguncha turing. Baxtimizga hamisha sog' va salomat bo'ling. 100 yoshlarga kiringu bag'rimni to'ldirib turing. Borligingiz o'zi baxtdir. Sirdoshim, dildoshim, dardlarimga darmonim o'zingiz-ku, sog'ligingiz o'zi davlatdir. Mening bolaligim birga o'tgan beminnatim yoningizda huzurni his qilaman. Dardlarim, g'amlarim ko'payib qolsa, darrov yoningizga chopaman. Bilasiz, yagonam, men hali ham sizni erkatoy singiljoningizman. Onajonim yaxshi ham sizni dunyoga keltirgan ekanlar. Boringizga shukronalar aytaman. Farzandlaringizni rohatini faqat huzurda ko'ring. To'ylar qilaylik, o'zingiz bosh bo'lib turing. Barchasi uchun sizga rahmatlar aytaman. Robbim sizni hamisha men uchun asrasin, avaylasin. Zero biz uchun juda ham qadrlisiz, azizsiz. Siz mening jannatdagi hamrohimsiz. Daryolar toshsagar, o'zanni buzar. Bu hayot shunaqa, asli kim o'zar? Jigarim deb men uchun jonini uzar. Ifori jambilim, Rayhonim opam. Ko'ngil deb ataysiz, ko'ngil makonim. Erkalab suyasiz, hatto armonim, onamdek kuyasiz. Og'risa jonim, dardimga malhamim, darmonim opam. Og'irsiz, vazminsiz, shoshmaganimsiz, buloqdek qaynab ham toshmaganimsiz, ko'ngli yosh 18dan oshmaganimsiz. Go'zalsiz, lobarsiz, o'zimning opajonim deya mana shunday go'zal tabriknomalarni go'zal singlingiz Gulruhxon va albatta kuyovingiz Zahriddinjon nomlaridan qabul aylaysiz opajon. Rahmat. Sizlarga ham kattakon rahmat. Ishlaringizga rivoj bersin, omad bersin. Rahmat. Tabriklarni aytib charchamanglar sizlar ham. Qanday shirin so'zlaringiz, duolaringiz bor singlingiz uchun? Singlim hamma og'aynilarim uchun hamisha sog' bo'lsin, salomat yursin, oilasini bag'riga, farzandlarini bag'riga, hammasi ham kattakon rahmat. Yaxshi kunlarimizga hamisha yonimizga birga bo'lsin. To'g'risi kutmagandim, hayajondan nima deyishni ham bilmayman o'zim. Xursandman, rahmat.
Baxtlarga hamisha salomat bo'ling. Nima deb o'ylaysiz? Onajoningizga ko'proq siz o'xshaysizmi yoki singlingizmi? Endi bilmadim. Singlingizni qanday gulga o'xshatgan bo'lardingiz? Singlim endi yagonam u mani. Onamdan qolgan merosim. Bahosi yo'q, atirgulim u mani. Mashallah, gullarning sultoni atirgul demak, shundaymi? Shunday. Baxtlariga doimo sog' salomat bo'ling. Sizning baxtingizga u kishi sog' salomat yursinlar. Oqibatingiz jannatlarda ham davom etsin. Mana shunday oqibat sabab sizni Robbim suygan bandalar qatorida turing. Salomat bo'ling opajonim. Tavallud ayyomlarini yaxshi o'tkazib oling. Rahmat, sizlarga ham kattakon. Salomat bo'ling. Taqdir bizni har tomonga olib ketdi. Sho'xligimiz ota uyda qolib ketdi. Tirnog'idan kim ayirar ayting etni. Yiroqmiz ammo yaqin ko'ngillarimiz. Ming xavotir uyg'onadi bitta jonda. Ko'risholmay qolsak agar har zamonda. Hech bo'lmasa gaplashamiz telefonda. Oqibatli go'zal opa singillarimiz. Singillarimiz, opa singillarimiz. Oqibatli go'zal opa singillarimiz. Singillarimiz, opa singillarimiz. G'ubori yo'q qorday oppoq ko'ngillarimiz. Yo'qdir sira armonimiz. Shodliklarga to'la o'tdi har onimiz. Parvarishni qoyil qildi bog'bonimiz. Bitta bog'ni go'zal atir gullarimiz. Oshiqamiz bir-birimiz ko'rmoq uchun. Guringlashib mazza qilib kulmoq uchun. Bolalikni eslab mazza qilmoq uchun. Shunaqangi qalbi qaynoq jigarlarimiz. Singillarimiz, opa singillarimiz. Oqibatli go'zal opa singillarimiz. Singillarimiz, opa singillarimiz. G'ubori yo'q qorday oppoq ko'ngillarimiz. Oqibatli go'zal opa singillarimiz. Singillarimiz,